Toshkent shahar maxsus trans ishlab chiqarish boshqarmasi davlat unitar korxonasi Yakkasaroy chiqindilarini qayta yuklash va utilizatsiya qilish filiali qayta rekonstruksiya qilindi. Majmuaga Germaniyada ishlab chiqarilgan zamonaviy asbob-uskunalar o'rnatilib, shoxobcha yangicha qiyofa kasb etdi. Siz ko'rib turgan bu tasvirlar Yakkasaroy tuman chiqindilarini qayta yuklash va utilizatsiya qilish filialining eski ko'rinishi. 5 ta tuman chiqindilarini qabul qiladigan majmuaga bugun zamon talablariga javob beradigan yangi asbob-uskunalar o'rnatildi. Bu esa o'z navbatida ish samaradorligini ortishini, vaqt va yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Birgina misol, avvallari chiqindini qayta yuklashning kunlik hajmi 750 tonnani tashkil etgan bo'lsa, endi bu ko'rsatkichni 1000 tonnagacha yetkazish imkoniyati yaratildi. Osiyo taraqqiyot bankidan biz 69 millionlik kredit olganmiz. Bu kredit asosida zamonaviy 1100 talik hamda 770 talik 18 mingga yaqin konteyner qutilar oldik. Bular asosan korxona tashkilotlarga hamda chiqindi yig'ish maydonlariga beriladi. Undan tashqari 300 ga yaqin yangi texnikalar oldik. Konteynerlar oldik. Shunaqa konteynerlarki, masalan 10 ta mashina olib kelib to'kkandan keyin press qilib bitta mashinada shahardan tashqariga olib chiqib tashaladi. Bu eng zo'r talabga javob beradigan korxona hisoblanadi. Eskirgan, yaroqsiz holga kelib qolgan texnikalar o'rnini egallagan Germaniyada ishlab chiqarilgan maxsus asboblar bir qancha qulayliklarga ega. Uskuna imkoniyatlari, afzalliklari haqida ishchi xodimlarga tushuntirish ishlari ham olib borildi. Asosiysi chiqindi mashinamiz mahallalardan hamda chiqindi yig'ish maydonlaridan, korxona tashkilotlardan o'z vaqtida olib chiqib ketish hamda sifatli xizmat ko'rsatishga xizmat qiladi. Ohangaron poligoniga bormaydi deb, mana bu yerda to'kadida tez yana o'zini jadval asosida ishiga yetib boradi. Bu esa Toshkent shahari odamlar o'rnidan turgunicha toza qilib qo'yamiz. Ma'lumot o'rnida Toshkent shahar maxsus trans ishlab chiqarish boshqarmasi davlat unitar korxonasi poytaxt aholisining jami 72% ga xizmat ko'rsatadi. Bu kabi yangi texnikalar o'rnatilgan shoxobchaning yana bir filiali Yunusobod tumanida ishga tushiriladi.